O'zim musofir yurtdaman, ota-onamni, yaqinlarimni 2026-yil avgust oyida Umra safariga jo'natmoqchiman. Qayerdan reyslar bor, narxlari qanchadan bo'lyapti? Hikmat Travel degan obunachilarimiz uchun Xudo xolisa bugun Abdug'affor akaning oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bizni kanalimizda yangi kuzatib turganlar bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib qo'ysalar, Xudo xolisa videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlari mumkin bo'ladi. Endi Abdug'affor akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka obunachilar uchun yangi reyslarni tushuntirib bersangiz, narxlari qanaqa bo'ladi, sharoitlarimiz qanaqa, bitta to'liq qilib endi 14 kunlik Umra safari haqida ma'lumot bersangiz aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan boshlaymiz. Toshkent reyslarimizni kunlari avgust oyiga 9-avgust kuni bor, 12-avgust, 15, 19, 22, 26, 29-avgust kunlari reyslarimiz bor. Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, buni narxini $925 qilib beramiz. Toshkentdan ketmoqchi bo'lganlarga bu. Farg'onadan, Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun Farg'ona Madina reysimiz bor. Bularning kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Buni narxini $975 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Namangandan ketmoqchiman deydiganlar uchun Namangan Madina reysimiz bor. Bularning chislolari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lgan joydan Xudo xolasa ketishsa bo'lar ekan-da. Ketishsa bo'laveradi. Endi kunlarini aytdingiz. Xo'p, narxlarni bildik. Endi sharoitlari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun sharoitlarimiz Xudo xolasa Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Bitta gastinisamizni nomi Sama Almis, ikkinchisiniki Darbunyan. Xo'p, qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar Xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan inshaalloh. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmati, 50 boshi aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mga bejik beriladi. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimiz xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Toshkentda bor ofisimiz, Andijonda bor, Farg'onada bor ofislarimiz. Yo'q, bizga uzoqlik qilar ekan deydigan obunachilarimiz uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqsalar, onlayn joylarni qanaqa qilib bron qilish deydi, o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Hammasini xudo xolasa ma'lumotlar beriladi, telefon qilishadigan bo'lsa. Endi o'sha musofirdaman deydigan do'stlarimiz uchun bemalol aloqaga chiqinglar. Agar o'zlaring borasizlarmi, ota-onalaring borishadimi, sizlar uchun hamma ishni tayyor qilib qo'yamiz. Kelasizlar, bir kun 2 kun uylaringda damlaringni olib, aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Qolgan ishni bizga qo'yib berasizlar. Biz chiroyli qilib biletlaringni yozdirib, bordi keldi biletlarni, gastinisalaringni to'g'irlab, 50 boshlar chaqirtirib, vizalaringni oldirib, hamma yo'q tayyor qilib qo'yamiz. Sizlar xudo xolasa ibodat qilgani uchib ketaverasizlar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bemalol aloqaga chiqinglar, hamma ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Litsenziyasi bor firmadan, Hikmat Traveldan umra qilishni xudo xolasa gashti boshqacha bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa o'zlari musofir yurtdan turib bitta telefon qilishsa, sizlar hamma narsani tayyorlab qo'yasizlar. Kelib uchib ketishsa bo'ldi. Yoki ota-onalariga aytishsa, shu kuni aeroportga borib turinglar, sizlar hamma narsalarni tayyor deyishsa, uchib ketishsa bo'ldi ekan-da, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasiz. Telegram, WhatsApp hamma narsa ishlayapti, xudo xolasa. Sizlarga chiroyli qilib yana to'liqroq ma'lumot beriladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har kuni yangi videolarni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha